Lu oilasi Xaychendagi eng boy oila ekan. Ular yosh xo'jayinni topishdi va uyga olib ketishga tayyorlanishyapti. Ular boyvachchalar endi yosh xo'jayinni ovqat va pulidan xavotirlamasa ham bo'ladi. Operatsiya haqini to'laganimdan keyin bor yo'g'i 13 yuan qoldi. Kelinglar. Bittasi 20 yuan? Nega bunchalik qimmat? Ular organik mahsulotlardan, sog'liq uchun foydali sosiskalar. Qanday qilib sosiskalar organik bo'lishi mumkin? Kechir o'g'lim, oyingni puli yo'q edi. Meni ham yegim kelmayapti. Oyjon, keling birga hidlaymiz. Xo'sh, hidladingizmi? Hidini eslab qoling. Uyga qaytganimizdan keyin kulcha bilan birga yeymiz. Xo'pmi? Juda yaxshi. Kompaniyamizga dasturchilar yig'ib bo'lindi, biroq hozirgina bosh direktoriga kotib yordamchisi kerak degan xabar keldi. Mutaxassisligingiz mos kelmasa ham, lekin maosh oyiga 8000. Xavotir olmang. Men tug'ma kotib yordamchisiman. Yaxshi, unda bir necha kun ishlab ko'ring. Kotibsun. Bu yangi kotib yordamchisi Ye Shensheng. Unga yo'l yo'riq ko'rsating. Ana xolos. Qanday qutulaman endi? Bu senmisan? Lekin o'g'limga reabilitatsiya uchun pul kerak. Bu ishni saqlab qolish shart. Kotibasun. O'sha kuni aslida tushunmovchilik yuz berganda. Menga yaxshi ko'rinyapsanmi? Endi kech. Sinjeng o'tmish shubhali odamlarni yomon ko'radi. Tez orada u seni haydab yuboradi. Xayrli kun, janob Wu. Sinjeng! Demak, u janob Wu ekanda. Uni qayerdadir ko'rgandayman. Bu ayol nega menga tanish ko'rinyapti?